Ertalabki nonushta sizlarni ham shunaqa ko'p o'ylantiradimi? Muzlatgichni ochasiz, nimadir bor, lekin nima qilishni bilmaysiz. Shunaqa vaqtda lavash xamiri va sabzavotlardan mazali, hammaga birdek yoqadigan va eng muhimi tez tayyor bo'ladigan ajoyib nonushta retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Avvalo, bodringlarimizni kekib bo'lib, yupqa qilib to'g'rab olamiz. Shunda lavash xamirlariga o'rashimiz oson bo'ladi. To'g'ralgan bodringlarimizni bir chetga olib, nachinkamizni eng suvli va ko'p mazza ta'm beruvchi qismiga o'tamiz, ya'ni pomidorlar. Pomidorlarni no'xat bo'lagidan ozroq kichikroq qilib to'g'rab olamiz. Endi zelenlarimiz nachinkamizga yana ham o'zgacha ta'm beradi. Barcha ovqatlarning ta'mini o'zgartirgandek, nachinkani ham ta'mini ajoyib qiladi. Barcha oilalarning sevimlisi bo'lib ulgurgan ko'k piyoz. Biz hech bir ovqatni taomni ko'k piyozsiz tasavvur qila olmaymiz. Shu asnoda ko'k piyozni maydalab to'g'rab nachinkaga solamiz. Va chesnok, yarimta chesnok yetarli. Men bu yerda ozroq ko'p qildim, lekin yarimtasini o'zi yetarli bo'ladi. Uni ham mayda to'g'rab nachinkaning ichiga solamiz. Navbat sirga. Sirlarni ham xuddi shunday mayda bo'laklarga bo'lamiz. Barcha masalliqlarni mayda bo'laklarga bo'lishimizning sababi bir-biriga yaxshi kirishib, qolishib, mazasi o'tishi uchun. Yaxshi eriydigan va cho'ziladigan pishloqlarni tanlasak, ovqatimiz yana ham mazali, ko'rinishi esa juda ham ajoyib bo'ladi. Har doimgidek tapga qora tuz va murchni qo'shib, nachinkani yaxshilab bir-biriga aralashtirib olamiz. Aralashma ustiga ozroq mayonez so'rsak, yana ham nachinka sochniy, suvli bo'lib chiqadi. Mayonez xush ko'rmaydiganlar mayonez solmasa ham bo'ladi. Aytgancha, men bu yerda kopchonli kolbasa solmadim, lekin kopchonli kolbasa bu nachinkani yana ham mazali qiladi. O'z asosiy, eng mazali qiladigan qismi shu. Bizning oiladagilar kolbasa yemaganligi sababli men kolbasa qo'sha olmadim. Tayyor nachinkalarni lavash xamiri ustiga yoyib, o'rab, alohida tayyorlab olingan tuxumni ustiga botirib, qizigan olovga solamiz va chetlari yaxshilab qizarib, tillaranga kirguncha qovuramiz. To'rt tarafini ham aylantirib qovursak, yana ham chiroyli chiqadi, bir shaklga keladi. Mana tayyor lavashdan tez va muhimi hamma yeyoladigan ajoyib nonushta tayyor. Yeganingizdan keyin yana tayyorlagingiz keladi. Tayyorlab ko'ring. Hech ham afsuslanmaysiz. To'xtang. Podpiska bo'lishni va like tugmasini bosishni unutmang.